Hammaga assalomu alaykum. Yotoqxona komplektlarimizni tanishtirishni boshlaymiz. 4-may bugun. Andijon Jahon bozori. High-tech varianti mebelimiz. Shkaflar 3 ga bo'linadi, 6 eshikli. 2 cheka vishilka. O'rtasi polka. Seyflargacha qo'yib qo'yilgan. Matraslar 2 tomonlamali. Yotoqxona komplektimizni 6.900.000 so'm vodiy bo'la dastavki uстановkasi ichida qilib beramiz. Keyingi yotoqxona komplektimiz bunisiga akril laminat aralashtirib ishlatilgan. Bunaqa chekalari, bagetlari bor. Spanilari ham figurali ishlangan. Bunisi kupeli. Pastlarida 3 ta g'aladoni bor. Bular shunaqa o'rtasi seyfi bor. Materiallar mativiy. Shkafiga plafonlar qo'yib qo'yilgan. Yotoqxona komplektimiz narxi 7.300.000 so'm. Vodiy bo'la dastavki uстановkasi ichida. Keyingi yotoqxona komplektimiz tarifi bor bu komplektimizda. Diodlarigacha qo'yilgan trimol orqasiga. Spaniylarimiz yangicha ko'rinishda. Buni ham shkafi 6 eshikli 3 ga bo'linadi. Matraslari ham 2 tomonlama 3 yil garantiyasi bor. Yotoqxona komplektimizni 7.500.000 so'm vodiy bo'la dastavki uстановkasi ichida qilib beramiz. Yumaloq bu fishchalari ham bor bu. Kulchatlari bu tor. Keyingi yotoqxona komplektimiz Panda nomli yotoqxona komplektimiz. Trimolari ham yumaloq posonada ishlangan. Oynasini orqasi yonadi bemalol. Shkaflar 3 ga bo'linadi buni ham. 2 cheka polka. O'rtasi vishilka. Yotoqxona komplektimizni 8.800.000 so'm vodiy bo'la dastavki uстановkasi ichida beramiz. Keyingi yotoqxona komplektimiz kulrangga korishnoviy ishlangan. Nomi o't. Bu kashmir material. Trimolari ham o'zgacha uslubda ishlangan. Spanni ham 3 ga bo'linadi tumbalari bilan. Bu yerda plafoni bor. Uzun chiqqan. Shkaf 3 ga bo'linadi buni ham. G'aladonlargacha qo'yilgan. Mana bu joyda kichkina g'aladonchasi ham bor. 2 tomonlama matrasi ham. Shkaf razmerlari 2.2 metr joyga tushaveradi. Spani tumbasidan nari tumbasigacha 270-280 joyga tushadi. Yotoqxona komplektimiz 7.300.000 so'm dastavki uстановkasi ichida vodiy bo'la. Budjetli varianti yotoqxona komplektimiz. Spalni nomi katta kalla laminatda ishlangan. Shkaf tepada chiroqlargacha ishlangan. Pastlarida g'aladonlari bor. O'rtasi seyfi ham bor buni ham. Yotoqxona komplektimiz 6.800.000 so'm vodiy bo'la dastavki uстановkasi ichida. Trendda bo'lgan o'sha Malibu mebellarimiz 2 xil ko'rinishda.
Xohlaganlarga seriga maloshni aralashgan. Xohlaganlarga ponni maloshnisi. Oq qorasini ham qilib berilaveradi. Material ishlangan. Titilmaydi, chizilmaydi. Chekalari ham PVH kromga bo'lgan. Ish ketib qolmaydi. Oyna. Seyflarigacha qo'yilgan. Pastlarida 3 ta g'aladoni bor. Vodiy bo'ylab dastlabki ustanovkasi ichida 9 million 600 ming so'm narxi. Bahoga 9 million 600 ming so'm qilib beramiz, ustanovkamiz yo'q u tomonlarga. O'rtasiga o'zgartirishlar kiritilgan. G'aladon shim iladigan bor, qo'shimchasi. Bu ham stanovda bosilgan PVH kromka. MDF materialda yotoqxona komplektimiz. Shkaflarimiz 3 ga bo'linadi. O'rtada polka, 2 cheka yushilka. MDF material suvga, namga chidamli bo'ladi. Ichida seyflari ham bor buni. O'rta polka, 2 cheka yushilka. Mana rangi ham oqqa tilla sepilgan. Yotoqxona komplektimiz 6 million 800 ming so'm. Vodiy bo'ladi, dastlabki ustanovkasi ichida. Pianina deb nomlangan yotoqxona komplektimiz. Material akril materialda ishlangan. Oldi betlilar. Kofe rangda cappuccino deb qo'yiladi. Uchga bo'linadi buni shkaf. Bitta mustahkam. Bunaqa taqinchoqlar solib qo'ygan joylari bor. Panelni ham ko'rishingiz mumkin. Tumbalari ham alohida ajraydi. Yotoqxonamiz narxi 9 million 600 ming so'm. Vodiy bo'lib, dastlabki ustanovkasi ichida. Mana bunaqa sofalari ham mavjud.